Men ushkalli bo'lmaganman, men u bolani urmaganman. Men hamma narsa tugab bo'lgandan keyin bordim. Isqirtdan basharasi ko'rinmayapti-da, gnidani. Eshikni yopib qo'yapti mana. Nuri 72 nani shuncha xodimlarni ovora qo'yapti-da hamda plos. Nima holat bo'lgan? Nuri 72 ni opasi taksi chaqirgan, taksida mana shu shilqim gap otgan. Opasi tushib qolaman desa, "Yo'q, tushmaysan, narsangni olib qo'yaman" deb narsasini olib qo'ygan. Oxiri opasi ukasiga telefon qilgan. Nuri kelib buni endi to'xtataman deganda, bu qochmoqchi bo'lib mana mashinani avariya qilib urgan. Oxiri mana 02 bo'lib ketdi. Prosta hozir zamon ko'tarmaydi-da, buni bizib chochib yorsa ham bo'lardi mana. Shuncha bola turibdi, mashinaning ichidan tusha olmayapti даже. Bunaqalarni qonunga topshiramiz. Xudo xolisa adolatli jazo topadi bunaqalar bor. O'shaning uchun ham yuzi bilan qo'yaveramiz. Oshna-og'aynilari bo'lsa, imet video qilib qo'yinglar, qanaqa krisa gnidalar ko'chada yurganini. Hatto Xudo xolisa yaxshi bolalar tirik ekan, biz shundayligicha qarab turmaymiz. Evakuator mashinasiga chiqib olgan tusha olmayapti. Kalamush aylanmaysan Instagramda. Press qahramonni atmetga qilib qo'yinglar, xalq ko'rsin bularni.